Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimizga a'zolari. Zakaz qilingan darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa mana ko'rkam chiqdi. Darvozamizni obzorini boshlaymiz. Eniga 360, balandligi 385. Xo'p, materialimizni ham rezon sasna. Sifatlari yaxshi, laklar olib keldik. Xo'p, daburga keladigan bo'lsak, bu darvoza daburli bo'ldi. Eni 50 cm kirgizib o'rnatdik. Daburlarimiz ham laklangan. Sifatlari yaxshi, tagi temir shveler bo'lgan. Xo'p, mana roliklar qo'yib qo'ydik. Bu rolik qanotni ko'tarib turishlik uchun doimiy ravishda yopiq turadi. Boshni olib kelib olib chiqqanda ishlatiladi. Shuning hisobiga bu rolik ko'tarib turadi. Vaqtidan oldin tashlash nimasini qoldiradi bu. Tashlamaydi. Xo'p, bu kaletkamiz ichi 250, qanotimiz 90 ga chiqqan. Xo'p, zamok keladigan bo'lsak, zamogimiz qimmat zamodan. Sifatlari yaxshi. Materiallarimizni ham reznoy 4,5 ga chiqqan. Bu orqa ko'rinishi. Xo'p, orqa ko'rinishi keladigan bo'lsak, orqasi ham toza chiqqan. Butog'i ancha-muncha bor, bu o'rtachaga olingan. Agar nolovka kerak bo'ladigan bo'lsa, nolovka narxlari qimmatroq. Bu o'rtacha posonga olingan, o'rtacha narxlari ham o'rtacha bo'lgan. Shpin kalitlar, osha-moshlar kattadan. Rolik aytib o'tganimizdek ochib ko'rsatamiz. Xo'p, ochilishi yaxshi mana. Keyin ochiladi, razmer katta bo'lgan hisobiga. Darvozamiz kalitkali bo'lgan. Xo'p, chaspaligimizni mana chiroyli qilib o'yib qo'yganmiz. Dabur, darvoza narxi keladigan bo'lsa, kvadratni 2 million so'mdan qilib beramiz. Daburlar ichida bo'ladi. Dastavkasiga keladigan bo'lsak, Andijon, Namangan, Farg'ona, Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida, Toshkentdan u yog'iga kelishamiz. Qashqadaryodan, Surxondaryodan telefon qilishyapti, u yog'iga ham dastavkasini kelishib qo'yib beraveramiz. Masofani ahamiyati yo'q. Narxlari bir xil. Xo'p, yog'och materialdan eshik, deraza, darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Narxlarni kelishtirib tayyorlab beraveramiz. Xo'p, bu o'rtacha posonga bo'lgan, nolovka bo'ladigan bo'lsa, narxlari boshqacha bo'ladi. Kvadrati 2 million so'mdan bo'ladi hozir dabur ichida. Daburdan tashqari 1,8 million so'm. Material quruq, sifati yaxshi. Joy keltirib yopib beramiz. Xo'p, manzilimizni aytib o'tadigan bo'lsak, Andijon viloyati Izboskan tumanida. Bu darvozamizni ham Izboskan tumaniga o'rnatganmiz. Qo'shko'prik degan joyga. Nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqarasizlar.